ijtimoiy tarmoqlarda bir hikoya chiqdi. Bir mushtipar onani boshidan o'tgan sinoat. Shunda hikoya qiladilarki, men otasiz 3 ta o'g'ilni voyaga yetkazdim. Katta qildim. Odamlarni xonadonida xizmatini qilgan paytim bo'ldi. Bevalik nomimga, iffatimga dog' tushirmadim. O'g'illarim katta bo'lishdi. Uylanganlaridan keyin ona endi bizga ruxsat bersangiz alohida bir yashab ko'rsak degan taklif bo'ldi. Nachora. Duo qildim, Fotiha berdim. Bolalarim xonadondan birin-ketin chiqib ketishdi. Oldin haftada bir keladigan bolalarim sekin-sekin oyoqlari tortilib, oyda bir marta zo'rg'a xabar olishadigan bo'ldi. Bir kun Alloh dilimga bir narsani soldi. Shu farzandlarimiz sinamoq uchun katta o'g'ilni xonadoniga bordim. Katta o'g'limni xonadonda mehmon bo'lib, eshigini taqillatib borganimda kelin tilini uchida zo'rg'a kutib oldi. Keling ona deb qabul qildi. O'sha kuni mehmon bo'lib tunab qoldim. Ertalab bomdod namoziga turib, tahoratni olib, tahoratdan ortgan suvni o'rnimga sepib qo'ydim. Bu bir xiyla uchun. Namozni ado etgandan keyin ertalabki nonushtaga o'tirdik. Kelindan uzr so'radim. Kelin, uzrimni qabul qilasiz, qarilik, betoblik. Men o'rinni bulg'ab qo'yibman degan gapni gapirsam, eshitmagan gapim qolmadi. Juda ko'p haqoratomuz gaplar, tavqinlanatli gaplarni kelin yuzimga soldi. O'g'limdan bir sado chiqarmikin desam, o'g'lim hech narsa gapirmasdan xotinning og'ziga qarab turdi. Dilim og'ridi. U ham yetmaganday ketayotganimda o'zim yotgan o'rnimni kelin o'zimga yudirdi. O'zimni o'rnlarimni, choyshaplarimni yuvib, dilim og'rib shu xonadondan chiqib ketdim. Oradan 3 kun o'tgandan keyin ikkinchi o'g'illi xonadoniga bordim. Ikkinchi o'g'ilni ham xonadonida xuddi shu sinoatni davom ettirdim. Tahoratdan ortgan suvni o'rnimga sepib qo'yib, kelindan uzr so'rasam, kelin qattiq gapirgani yo'q, lekin o'g'limni olib kirib, o'g'limga dashnom berdi. Onang undoq, onang bundoq degan gaplarni gapiryapti, qulog'imga kiryapti. Bolam eshitib turibdi, lekin onam mehmon-ku degan gap o'g'illar og'zidan chiqqani yo'q. Xuddi boshini egib aybdor odamday xotinga tobe bo'lib gapiga quloq soldi. Dilim og'ridi, chiqib ketdim. Oradan kunlar o'tib, nihoyat 3-o'g'illar xonadoniga bordim. 3-o'g'illar ham xonadonida xuddi shu ishni takror qildim. Tahoratdan ortgan suvni o'rnimga sepib, ertalab kelinga uzr etsam, ikkita kelindan eshitmagan gapni bu kelindan eshitdim. Ona, qo'yningizga olmang.